Assalomu alaykum, hurmatli bizning YouTube'dagi obunachilar. Sog'misizlar, mommisizlar. Ko'p vaqtlik tanaffusdan keyin Xudo xolasa va nihoyat oqshom bugun videolarni qo'yib berishga harakat qilib boshladik. Sizlarga har kun iloji boricha yechtaligi faqat arzon mashinalardan bir dona, ikki dona qo'yib berishga harakat qilamiz. Bugungi qo'yadigan mashinamiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan mexanik korobka, 106 ming probeg yurgan, 4 dona yumshoq balonlarda qilgan metan chexol hamma narsasi bor. Olasizlar, faqatgina haydaysizlar. Hech yerinde kamchiligi yo'q. No, kuzupunda 1 million so'mlik kamchiligi bor. Kuzupunda hozir ko'rsataman. Ish o'rinda ozgina vakuumlik joyi bor, girgan joyi. Keyin ish krelini ish o'rinda ozgina girgan joyi bor. Ustalar hamma narsani gaplashib qo'yibmiz. 1 million so'mga taxlab beramiz deb qo'yibdilar. Boshqa mashinaning hech yerinde kamisi yo'q. Balonlar ham toza holatda turibdi olib, faqatgina hazatib minasizlar. Kimnidir qiziqtirsa, manzilimizni ko'pchilik biladi, ko'pchilik bilmaydi uchun Qo'shko'pir tumanida, Qo'shko'pir tumanına shundan kirib kelishingizda chap qo'lda ishlar qushni topdi deb sap-sari bo'lib yonib turibdi. Bemalol telefonlarimizni qoldiramiz. Telefon urib kelaversangizlar ham bo'ladi. Narxi 88 million so'm. Lekin kreditaman точно bilmayman necha so'm bilan chiqishini, mabodo qiziqsangizlar, lekin bu 20-yil Cobalt'lara bir 90 million so'm bersa kerak. Yana bilmayman. Agar bir оформление nomeri pul topsangizlar, har kim pulsiz ham chiqishi mumkin. Lekin точно aytib o'laman verilerini. Nechun desa hozir buyuruzimman dokumentchilar hech qasi yo'q. Salon holatini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Yaxshilab ko'rib o'tiringlar. Mana rullarni ko'rib turibsizlar. Azob ko'rgan vaj emas, lekin yosh sal kattaroq haydagan odam bo'lgani uchun ishi ozgina qirchiq chiziq bo'lishi mumkin. Bemalol ustalaringizga motorini, ustalaringizga kuzupini ko'rsatib olaverasizlar, kraska joylarini. Endi nima deyish mumkin? Motorni ko'rsatamiz, keling yaxshi. Yine motor tarafını görünüşü. Özünü botlarında duruptu. Udar bo'lgan bo'lsa, shunday yerlari boshqa botlarda qiladi yoki bo'lmasa yine bu germetiklari o'ynaydi. Germetiklari o'ynagan emas. Yine kapotini, botlarini ham ko'rib turibsizlar. Endi nechatadir bir ishondan ozgina bo'lgan bo'lishi mumkin, yana bilmayman. Bemalol ustangizga ko'rsatsangiz bo'ladi. Eng asosiysi narxida 88 million so'm bunday mashin menimcha topish qiyin. Bu mashin manglaylaringizda surtib haydasa haydagidin narsa. Bilasizlar, Cobalt'ni ходовой sistemasini aytasizmi, boshqa motor sistemasini aytasizmi? Hamma yeri o'zining narxina javob beradi o narsa. Eng asosiysi metan hamma narsasi bor, olib faqatgina haydaysizlar. Bir dona aytib o'tdim, shu ikki joyini taxlatib berasizlar ustalaringizga. Asa vaqt yetdi, xudo xolasa mashinamiz Qo'shut avtoda turadi, manzillarni hammangiz bilasizlar, kelaverasizlar. Bundan boshqa mashinlarimiz, yaxshi holatdagi mashinlarimiz ko'p. Eng asosiysi arzon bizada. 2013-yil Nexia'larning 10 где-то 37 million so'm, 35 million so'm, 30 million so'm qo'yib tashlaymiz. Bemalol ko'ringlar. Hazatib. Ana sparklarimizni ham qo'yib tashlaymiz arzon. Damozlarni qo'ydik shuncha arzon, 62-63 million so'm, 23 damoz. Mumkin emas uning narxi, hech edi yo'q. Kelaverasiz, tamom bo'linglar.